Jarrohlik yo'li bilan qilinar edi. Unaqa hozir zamonaviy texnologiyalar yo'q edi. Kesib qilingan operatsiyalar og'riq, azobi o'ta qattiq bo'lardi. Bugungi bemorimiz mana 8-marta operatsion stolga yotishini, bunga sababi CD tosh kasalligi. CD tosh kasalligi bu surunkali kasallik sababligi uchun dori-darmon bilan davolaysizmi, lazerda oldirasizmi yo an'anaviy usulda kesib olib tashlanadimi? Qaysi usul bilan bartaraf qilingandan so'ng ham baribir tosh hosil bo'lishi mumkin. An'anaviy usul bilan hozirgi lazerli texnologiyaning farqini hozir o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Bemorimizda 2003-yilda o'ng tomondan, o'ng buyrakdan operatsiya qilib olganmiz. Mana kesma, mana shu kichkina toshni olish uchun shuncha kesma qilinadi. Chap buyrakdagi kesma. So'ngra o'ng tomondagi sedinaydan tosh hosil bo'lgan. An'anaviy usulda o'ta qiyin bo'lardi. U operatsiyadan keyin oyoqqa turib olish o'ta ko'p vaqt, o'ta ko'p muddat talab qilardi. Hozirgi mana zamonaviy texnologiyalarda hech qancha vaqt ketmaydi. Farqi bor-a? Ha, farqi bor. Kelinglar sog'lom klinikasiga. Doktorlar qo'li yengil. Shuning uchun hozir bemorlarimizga tavsiyamiz o'zini sog'ligiga e'tiborli bo'lib, CD tosh kasalligi bilan aziyat chekayotgan bemorlarimizga Sog'lom avlod klinikasiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bizda yuqori texnologik lazerlar yordamida bir kunda toshdan xalos bo'lishingiz mumkin.